Hammaga salom. O'tgan videoda biza aqlli uyni nima sababdan siz o'rnatishingiz kerak, qaysi og'riqligi u yechim bo'la oladi degan savollarga javob berdik. Agar videoni ko'rmagan bo'lsangiz, YouTube'dagi profilga o'tib, to'liq videoni tomosha qilsangiz bo'ladi. Bugungi videoda biza aqlli uy uchun har xil qurilmalar ishlab chiqaradigan brendlar haqida gaplashamiz. Ularning o'rtasidagi farqi, narxi va qaysi biri sizga mosligini bilib olasiz. Bugungi videoni ham biz bir necha bo'limlarga bo'lganmiz. Bu bo'limlarni ko'rib turishingiz mumkin. Undan tashqari sizga kerakli bo'lgan bo'limni time kodlar orqali o'tkazib ko'rishingiz mumkin. Birinchisi Akara. Akara bu premium va barqarorlik. Brendning assortimentida har xil datchiklar, qurilmalar, kameralar, aqlli kalitlar, hub va jalyuzilar bor. Bu narsalar sizni uyingizni aqlli va xavfsiz qilib beradi. Keling, hozir Akara brendini assortimentini, afzalligini ko'rib chiqamiz. Assortimentida 1000 dan ortiq qurilmalar bor. Ular 30 dan ortiq kategoriyani o'z ichiga oladi. Akara qurilmalari barqaror ishlaydi va uzoq vaqt davomida sizga yaxshi xizmat qilib beradi. Akara brendi har xil protokollarni qo'llab-quvvatlaydi. Apple HomeKit, Matter, Thread bilan ishlaydi. Shuning uchun har xil tizimlar bilan integratsiya qilish oson. O'rnatilishiga keladigan bo'lsak, siz osonlikcha o'zingiz o'rnata olasiz, murakkab texnik bilimlarni talab qilmaydi. Akara brendining mahsulotlari boshqa brendlarga qaraganda narx jihatdan yuqoriroq, lekin bu premium va barqaror mahsulotlar ishlab chiqaradigan brend bo'lganligi uchun o'zini sifatini albatta oqlaydi. Keling, endi Sanov brendi haqida gaplashamiz. Sanov brendi o'rta segment, chunki narx jihatdan hamyonbop hisoblanadi. Sanov brendi 2016-yil tashkil etilgan, mahsulotlari bozorda tez ommalashdi. Brend arzon narxda ko'plab aqlli uylarga yechim taklif qiladi. Assortimenti 300 dan ortiq qurilmalarni ishlab chiqaradi. Asosiy mahsulotlari aqlli kalitlar, relay modellari, harorat va namlik sensori, harakat sensori, aqlli lampochkalar, LED chiroqlar va aqlli quvvat o'lchagichlar. Keling, endi Mayez brendi haqida gaplashamiz. Aqlli uylar ichida bu ham oqilona alternativa hisoblanadi. Hozir buni afzalliklari va tarixini bilib olamiz. Mayez brendi 2015-2016-yilda tashkil etilgan, mahsulotlari bozorga kirib kelgan. Brendning asosiy maqsadi foydalanuvchilarga arzon, lekin sifatli aqlli uy yechimlarini taklif qilish. Keling, Mayez brendining asosiy mahsulotlarini ko'rib chiqamiz. Ana ichiga aqlli kalitlar va relay modellari, harorat va namlik sensori, harakat sensorlari, aqlli lampalar va LED chiroqlar, jumladan aqlli kameralar kiradi. Eng afzalliklarga to'xtalib o'tamiz. Birinchi afzalligi arzon va oqilona narx. Turli protokollarni qo'llab-quvvatlaydi. Wi-Fi, Zigbee, Matter oson o'rnatiladi. Ko'p mahsulotlari uchun hub talab qilinmaydi. Umumiy olganda Mayez brendining qurilmalari aqlli uyga birinchi qadam uchun juda ham yaxshi yechim. Qo'shimcha ma'lumot sifatida shuni aytib ketmoqchiman. Akara, Mayez, Sanov brendlarini biz birinchi va ofitsial distribyutor hisoblanamiz. Agar sizga bu mahsulotlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizani showroomimizga kelib, ko'rib, o'rganib, xarid qilishingiz mumkin. Agar kela olmaydigan bo'lsangiz, bizani saytimizga kirib, ma'lumotlarga ega bo'lib, xarid qilishingiz mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib, obuna bo'ling, chunki kelajakda yanada foydali kontent bilan bo'lishib boramiz.